Birlamchi va ikkilamchi ipoteka kreditining farqini aniq hisoblarda tushuntirib beraman. Buni hozirgi kunda Xalq banki tomonidan birlamchi va ikkilamchi bozor uchun ajratilayotgan ipoteka kreditining tartiblari misolida ko'rib chiqamiz. Xalq banki tomonidan yangi hayot uylarini xarid qilishda ipoteka krediti quyidagi tartibda ajratiladi. Boshlang'ich to'lov 15%, yillik 17% dan boshlab eng uzoq muddat 20 yilgacha. Kreditning maksimal miqdori 980 million so'm. Bunda sizdan hech qanday ish haqi va kafil to'g'risidagi ma'lumotlar talab etilmaydi va kreditni muddatidan oldin yopishingiz mumkin. Eng muhimi, yopilgan sanaga qadar bo'lgan foizlar inobatga olinadi. Ikkilamchi bozorda esa tartib quyidagicha: agarda sizda ish haqi bo'lsa, boshlang'ich to'lov 25%, yillik 21,5%, kreditning maksimal miqdori 500 million so'm, eng uzoq muddat esa 20 yilni tashkil etadi. Tasavvur qiling, 400 million so'mlik uy xarid qilmoqchisiz. Agarda siz shu uyni Yangi hayot uylaridan xarid qiladigan bo'lsangiz, bosh to'lov ataga 15%, 60 million so'mni tashkil etadi. Bundan boshqa sizni hech qanday sarf xarajatlar hamda harakatlar kutmaydi. 60 million so'm bosh to'lovni to'lab, xonadonga o'sha zahotiyoq ko'chib kirib yashashingiz mumkin. Oylik to'lovlar 20 yil muddat uchun 4 million 900 ming so'mni tashkil etadi. Agarda siz 400 million so'm narxdagi uyni ikkilamchi bozordan xarid qiladigan bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov 100 million so'm, oylik to'lov 5,5 million so'm atrofida chiqadi. Undan tashqari sizni notarius, sug'urta, baholash kabi xarajatlar kutib turadi. 15% boshlang'ich to'lov bilan ipoteka krediti hamda subsidiya asosida xonadon xarid qilib, o'sha zahotiyoq ko'chib o'tib yashashni istasangiz, unda ikkilanmasdan Yangi hayot uylariga murojaat qiling. Yangi hayot uylari yashash emas, yashnash uchun yaratilgan.